Bechora ayol bir kun kelib o'zgaradi, bir kun kelib harakat qiladi. Mani o'ylaydi u deb yashashdan charchadi-da. Uje ayol erkakda puli yo'qligi uchun yoki bo'lmasa mashinasi yo'qligi uchun, ili uyi yo'qligi uchun emas, yolg'iz qolayotgani uchun, yonida erkak bo'lib turib, o'zini yolg'iz his qilayotgani uchun ko'p siqiladi, ko'p qiynaladi. Erkak bo'lsa bag'da bemalol telefonini o'ynab o'tiraveradi. Bag'da ayol kishi kelajagidan xavotirda, u bo'lsa kulib o'rtoqlari bilan kayf qilib yuraveradi-da. Hammasi yaxshi bo'ladi deydi. No, u qachon keladi o'sha kun? Qachon? Ayolga gap kerak emas, quruq va'dalar kerak emas. Ayolga yelka kerak, tayanch kerak, tog' kerak. Shuning uchun men har doim aytaman, erkakning sevgisi gapda emas, harakatda bo'ladi, mas'uliyatida bo'ladi. Og'riqlarga qanaqa chidashida bo'ladi. Haqiqiy erkakning sevgisini eshitmaysan, uni his qilasan. Shuni esingdan chiqazmagin. Aytsa boshqa esingdan chiqmasa, может boshqa ko'rishmasligimiz mumkin.